Va bu Ronaldolar ham odammikin o'zi yo bir g'alati anaqami bu robot bu narsa o'ziga sayyor inoplanietyanimi bu? Kecha urgan golni qaranglar. Otamdan 3 sinf pastda o'qigan shu bola bunday sal toshib, o'mbaloq oshib, bunday oyog'ini mayoqlab o'tib to'g'risi. Oldi 20 metrlik bola to'g'risi 15 santimetrga zo'rg'a sachrashyapti. U ujuz aylanaveryapti tepada. 40 nechiga hammi kirdi-da. U bola o'zi bilmasam, hozir shunaqa yoshda-da, u bunday hozir o'lib qolsa, ana bola o'lib qopti, yosh ketibdi deyiladigan yoshda emas-da, uje tushunyapsizmi? Shunda ham uje qaranglar, hali ham zerikmayapti-da. Oddiy gol urib qo'ysa ham bo'lardi. Yo'q, hali ham futboldan zerikmagan-da. Bizni bolalarni qaranglar, Realni bolalarini. 22 ta bola zerikib qo'ygan kecha bu. Elchibeymi degan komanda bilan kecha necha o'ynab qo'yishdi? 2-2. 22 tasi hammasi zerikdi futboldan. Ronaldo zerikmadi, bular uje pensiyaga harakat.